Assalomu alaykum hurmatli turush qozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Jomboy tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz garaj bilan bo'ldi mana. 4 metrga 385 joyga o'rnadi. Katta darvozamiz, kichkina garaji esa 260 ga 240 razmerga o'rnadi. O'sha summasi 19 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 4 metr bo'yiga 385 razmerda bo'ldi. Stoykalari 12 ga 8, 2,5 lik stenada. Profil bo'ldi 12 ga 8. Taglari shviller, 10 ga 5 shviller bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1,7 stenada bo'ldi. Listlari 2 lik listda. Juda baquvvat holda o'rnadi. Zamoglar har doim o'rnatilgan o'sha zubur zamodan. Darvozamiz kraskalari ma'lishna kraska bo'ldi, devo kraska. Xudo ancha xizmat qiladi. Garaji ham stoykalari 10 ga 5 shviller bo'ldi. Kurgoviy shviller, profillari o'sha 1,7 stenada, listlari 2 lik listda bo'ldi. Garajimiz ham plotniy holda, juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli obunachilar, kanalimizga yangi bo'lgan akalarimiz agar obuna bo'lishni unutmanglar, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Hamda kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, uстановка mavjud. Doim kuzatib boringlar, keyingi videolarimizni ham xudo xolasa darvoza o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.